Salom barchaga bolalar, bugun sizlar bilan yana manmanki, bugun biza OpenCase'ni davom ettiramiz, Buldrop OpenCase'ni. Barchangizdan uzr so'rayman, video ancha chiqmay qoldi, lekin aktiv hali ham tushgani yo'q. Barchangizga rahmat. O'ziga yarasha sabablar bor video chiqmaganini. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin, chunki biz shu oyning o'zida 3000 ta bo'lishimiz kerak. Baribir harakat qilib ko'ramiz. Konkurs masalasiga kelsak, konkurs bo'lmadi. Chunki UC tashlanmadi, negadir yozishmadi menga. Konkurs atmen bo'ldi. Lekin hali ham promo kod tarqatyapmiz. Telegram do'stlaring o'zim sizlarga tekinga promo kod beraman. Tak biza gapni cho'zmasdan videoni boshladik. Kanalga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qanunda biz birinchi navbatda tekin keysimizni ochib olamiz. Hozir biz standofga o'tib 19 talik keys oluvdim. Tak qanu. Tak manaka bu tekin keysini hozir ochib olamiz. Tak mana shu tushib qolsa-da. Voy bilan, mana shu ham tushib qolsa. Umuman tushmagan, lekin omadga qaraydi. Barcha so'raydi mendan promo kod kirgizsa yo'q kimdirda promo koddan foydalansa omadli bo'ladimi deb. Barchaga bir xil. Hamkorlik qilsalaring ham, qilmasalaring ham bir xil. Tak, bo'lmasa biz keysni ochamiz. Bismillah. Normal narsa bersin endi. Bu qancha ekan? Tak, var уже. 11, 41, 11 tushani edi, davay. Buni olamiz. Endi qaysini ochamiz? Normalisini topish kerak. PUBG ga o'tkazib o'ydi. PUBG ga omad ko'proq deyishadi. Ya Roblox ochamizmi? Tak Roblox ko'raylik. Normalisi bor ekanmi? Bunga nechiliklar bor? 400 188 71 87 82 Tak. Eng past qancha ekan? 18 tushib bo'lishi mumkin ekan. 1%. Lekin mana ular tushishi ehtimoli katta ekan. O'shaning uchun ochmaymiz bularni. Boshqasi yo'qmi? Boshqasi. 17 talik yo'q. Короче, Genshin Impact ga kiramiz. Bu yoqda normalisi bo'lsa kerak. Tak. Arzonrog'i yo'qmi? Bor ekan. Arzonrog'i. 7 talik ochamizmi? Tushib bo'lishi mumkin, bu ham mumkin. 1% dan past, вообще past bo'ladi. Tushish ehtimoli. Yo'q, buni ochmaymiz. Yaxshisi. Qisibgina PUBG ni ochamiz. Davay PUBG normali berib qolsa kerak. Nechtalikni ochamiz? 17 yo'q, buni ochmaymiz. 10 talik, buni ham ochmaymiz. Yaxshisi 4 talikni ochamiz. Voy, 4 talik qani? Yo'q, standof ochar ekanmiz baribir. Hozir 4 talikni ochamiz. 2 ta qilib. 8 taga 3 taga yetmaydi. Davay. Normal narsa tushsin endi. Voy, 17 ta bo'ldi. Yaxshi, 20. Voy. Omad keldi, omad. Просто omad. Obunachim aytdi, qancha balansingiz kattarib borsa, o'sha balansingizga qarab, ana kattaroq keyslarni oching deyishdi. Endi biz barchani omadli kelyapti. 19 talikni ochsammikan? Короче, bolalar, videoni pauza qilishga to'g'ri keldi. Biz hozir buni ochmoqchi edik. Или men tekin keyslarni ochishim kerak. Bular
Ochib ko'ray. Buni hozirgina ochdim. Vapshim kam berdi. Ko'p obunachilarim so'rashadi, mana shu texnikaslarni qanaqa qilib ochamiz deyishadi. Men videolarimni hammasiga ko'rsatib o'tganman. Endi hammasiga emas, videoga ko'rsatganman. Videoni ko'rib bemalol o'rganishlaring mumkin. Hozir buni biz ochib ko'ramiz. Biror marta olmadim kemaga. Mana shuni tushib qolsa nima bo'lar ekan? Vapshim kam bo'lsa kerak bu. 0.28, oldingida yaxshiroq berdi. Balansimiz 21 bo'ldi. Endi somsani ham oching deyshadi. Tak bu yerda normallik kes bormi? 27. Biz balansimiz 21 ni ocha olmaymiz. Tak 37, 67, 19. Bo'lmaysa ekan, baribir 19 ni ochar ekanmiz, qanaqa qilib bo'lsa ham. Mana bu kesdan ancha omad keladi deb eshitdim. Lekin balansimiz yetmaydi. O'shaning uchun 19 talikda ochaveramiz. Bismillah. Davay. Bu qancha ekan? Vapshim kam bersa kerak bu. 17. Mayli. Davay 19 yana ochamiz. Mifik tushsin, mifik. Umuman tushmagan menga. 11 voy jallod. Nima palavo? Yetmaydi. Balansimiz 12 bo'lib qoldi. Endi 4 talikni yana ochamiz. Chunki 10 dona, 11 dona keyslar bor ochish uchun. Unaqalar bo'lmaydi. Hozir balansimiz 12 mi? 12 ekan, buni ochamizmi? Tak, normali berib qolsa kerak bu. Hmm, 21, 16. Yo, buni ochmaymiz, yaxshisi. 4 talikdan 3 ta ochamiz. Da 3 ta ochamiz. Bismillah, ketdik. Normali berib qolsin. Choq 4 ta berdi, chichavordik. Yana ochamiz 4 talik. Voy, bu qancha ekan endi? 2 ta. Voy, jallod, yedirdi ko'pisi bu. 3 ta bor bundan. Tak, bu yerda qanaqa o'yin o'ynaymiz endi? Yaxshisi barchasini tikvoraman, risk qilaman. Chunki ko'tarib berish ehtimoli katta bo'ladi. 3-4 midi? 4. Muvaffaqiyatli, yaxshi. 4 tani qilamiz, sotvoramiz. Va yana keys ochamiz. To'xtash yo'q bolalar. Omad kelguncha davay. Kanalga obuna bosish esingizdan chiqmasin. Telegram kanal ссылкасы pastda, u yerda ham tekin promo kodlar tarqatamiz. Lichkamga yozsalaring, sizlarga tekinga promo kod beraman. Bu yoqdan 0.91 yedirdi. Endi yana risk qilamiz. 1.28 bor balansimizda. Ko'tarib olish kerak. Tak. Muvaffaqiyatsiz balansimizni yo'qotdik bolalar. Короче bolalar, bir omadimiz keldi, keyin omadimiz kelmadi. Videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Video shu joyga o'z nihoyasiga yetadi. Video qisqa bo'lgani uchun uzr so'rayman. Keyingi safar iloji boricha kattaroq balans bilan open case qilishga harakat qilamiz. Barchangizga xayr.